bir kunda eng ko'p nechta patr yopgansiz aka? 5000 ta yopgan. Seriozmi? Qosimjon aka, hormang. Assalomu alaykum. Necha yildan beri patr yopasiz aka? Aka 4 yildan beri patr yopaman. Stajingiz 4 yil. Aha. Aka necha yildan beri patr yopasiz? Sanjar patrga 8 yil bo'ldi. 8 yildan beri Sanjar patrdasiz. O'zi общий faoliyatingiz boshlaganingizdan 27 yil bo'ldi. 27 yil. Voy, mendan ham 3 yosh katta ekan stajingiz o'zi. Eng ko'p bir kunda yopgan patringiz ulgurib nechta bo'lgan? 2,5 mingta, 2 mingta atrofida yopaman. 2,5 mingta. Voy, 2,5 mingta qoyil. Xo'p, bir kunda eng ko'p nechta patr yopgansiz aka? 5000 ta yopgan. Seriozmi? Hazillashmayapsiz? 5000 ta, ya? Men hozir 2,5 mingtani eshitib hayron qoldim bu tarafda. Qoyil 5000 ta yopishgan ekan. Akajon, nimaga endi mijozlar aynan Sanjar patrdan patr olishlari kerak? Sifatli, ham yog'i o'ta ko'p aka. Yog'li patr. Yog'li patr aka. Общий necha xil patri bor aka? 10 xil atrofida patrimiz bor aka. 10 xil atrofida. Qoyil 10 xil. Nimaga Sanjar patrdan aynan Sanjar patrdan mijozlar patr olishlari kerak? Hamma narsa tabiiy, Tabiiy. yog'li, hamma narsa halol. Shirin patrimiz aka. O'sha men ishga kirganimda 8 yil oldin ko'rgan odamlarni hozir ham ko'raman-da. Hali biror boshqa joyga o'tib ketganini ko'rmadim. Ha, o'sha klientlar hali ham bor. G'olibjon aka, ish faoliyatingizda yana ham omadli bir xullas nima? O'shanaqa. Tilayman. Hamma yaxshi tilaylarim siz